Assalomu alaykum. Katta rahmat. Ikkinchi darsimizga keldik. Marhamat. Bugun biz pul nimaligini o'rganamiz va qanaqa pul bilan o'rtoq bo'lishni o'rganamiz va pulni hayotimizga kelishiga ruxsat beramiz. Pul hamma yerda har doim bor. Lekin biz o'zimiz o'sha pulga hayotimizga kelmasligiga eng katta sababchi o'zimiz. Oldingi darsimda aytgandek, bizani butun hayotimizda hamma narsa bo'layotgan narsalar hammasi o'zimizdan. Chunki biza noto'g'ri fikrlaymiz. Pul bizga kelishi uchun biza Xudoga, Allohga tushuntirishimiz kerak. Nima uchun o'sha pul sizga kerakligini. Men ko'pinchalik odamlardan so'rayman, sizni orzungiz nima deb. Ular aytishadiki, men hech qachon o'ylamaganman ham deyshadi. Yoki men ota-onamni umriga olib borib kelishim deyshadi. Yoki hammasi o'ziga emas. Yoki mashina olish yoki uy olish. Alloh har bitta bandasi uchun rejasi bor. Masalan, siz mana shu hayotga keldingiz. Xudo sizga mana shu yaxshi fikrlar keladi-ku, men biznes ochmoqchiman, men odamlarga mana shunaqasiga yordam bermoqchiman. Biznes bu nima degani? Biznes bu pul. Pul biznes. O'sha hammasi bir xil. Biznes bu nima degani? Siz kimdir problemasini решать qilib berasiz. Yechimini topib berasiz. Shuning uchun biz nima uchun bu hayotga kelganmiz? Biz bir-birimizga yordam berishga kelganmiz. Ko'pinchalar o'ylashadiki, sotish yoki biznes u qanaqadir yomon fikrlar anaqa keladi, chunki sotish uchun bu kimdir aldash yo'q. U unaqa emas. Siz o'ylayotganingizda, men odamlarga yordam beryapman deb o'ylayotganingizda, sizga Xudo undan ham ko'p baraka beradi. Pul energiyasi ham shu. Siz masalan biznes ochaman dedingiz. Biznes nima uchun ochyapsiz? Chunki men Allohni boshqa bandalariga problemalarini решать qilib bermoqchiman. Keyin siz Xudo ko'radida, mana shu inson hozir biznes ochmoqchi, bu insonga energiya kerak. Qanaqa energiya? Pul energiyasi kerak. Mana shunaqasiga pul hayotingizga pul energiyasi kelish boshlaydi. Lekin siz Xudoga tushuntirib berishingiz kerak. Nima uchun o'sha pul sizning hayotingizda kerak bo'lishini. Qanaqasiga siz boshqa odamlarga yordam berasiz. Siz mana shuni tushuntirib bermaguningizgacha siz hayotingizga pul kelishi boshlamaydi. Mana siz borsiz, Allohning bandasi. Va har bitta yana boshqa insonlar hayotingizda ular ham Allohning bandasi. Shuning uchun har bitta inson, yoningizdagi inson Allohning mo'jizasi. Har bitta inson hayotingizda hurmat qilishingiz juda ham muhim. O'zingizni hurmat qilishingiz kerak va o'sha odamlarni ham hurmat qilishingiz kerak. Nima uchun siz hurmat qilishingiz kerak? Siz hurmat qilib o'sha odamlarga biznes orqali yordam berayotganingizda sizga Xudo undan ham ko'p pul energiyasini berish boshlaydi. Lekin siz noto'g'ri hozir mana shu pulni olib olib, tezgina pul qilib, aldab qilsangiz, bu shaytonning energiyasi. O'shanda men bitta mamlaqasiga sizga pul kelmaydi. Lekin O'zbekistonda juda ham ko'p ishonch yo'q. Chunki odamlar faqat hozir menga mana shu faqat pul kerak. Pul.
odamlarda pul uncha yo'q. Lekin hozir siz tushunyapsiz. Men Allohning bandasiman. Menga Alloh mana shu ideyalarni beryapti. Nima uchun beryapti sizga? Chunki siz o'sha planlarida borsiz. O'shani juda ham muhimlik siz qilishingiz kerak. Boshqa odamlarga qo'rquvlar bilan yo'q qilolmayman, xohlayman lekin qilolmayman deb yursangiz, siz hech qachon Xudo sizni nima uchun yaratganini ishini qilmasdan yuraverasiz. Hech qachon siz mana shu katta pullarga kela olmaysiz. Lekin siz даже ishxonangizda ham, например, korporatsiyada biznes bo'lmasa ham korporatsiyada ishlayotgan bo'lsangiz, sizga har xil anaqalardan pul kelish boshlaydi. Siz faqatki o'sha ishxonada ham nima ish qilayotgan bo'lsangiz ham butunli o'zingizni berayotganingizda, butunli hammasini Xudoni toza energiyasi bilan boshqalarga yordam berib qilayotganingizda, o'sha hammasida sizga Xudo yana 100 martalab ko'proq yetkazadi. Energiya daryoga o'xshab bemalol kelaveradi. Mana amerikanlar mana shuni bilishadi. Chunki ular toza yurak bilan rostdan ham odamlarga g'alvasini rishat qilib, yechimini topib, bir-biriga yordam berib, bir-birini mehr qilib ishlasa, pul har doim keladi. Qanchalik bir-birini aldab, yo bir-biriga yomonlik qilib yoki pul olib qilsa, O'zbekistonda juda ham ko'p mana shu hozir narsa bor. Shaytonni energiyasi bilan qilinsa, shunchalik pul sizni hayotingizga kelmaydi. Men hozir sizlarga tushuntirib bera olmagan bo'lsam, menga savollaringizni yozing, men sizga обязательно yana qanaqadir savollar bo'lsa tushuntirib beraman. Lekin mana shu biznes bu kimdirga qanaqadir problemasini yechimini topib, hammasini rishat qilib, yordam berib, toza yurakdan ishlab qilsangiz, sizni hayotingizga pul bemalol keladi. Pul hayotingizda bormi, yo'qmi, hammasiga Allohning rejasi. Bo'lmayotgan bo'lsa, o'shanga hozir mana shu videoni ko'ryapsiz. Mana sizga Xudo tushuntirib beryapti. Qaysi joylarda hozir fikrlashingizni o'ylang, qaysi joylarda ozgina noto'g'ri o'ylayotgan bo'lgan bo'lsangiz. Lekin yana qanaqadir savollar bo'lsa, siz menga yozing, обязательно men sizga javobini beraman. Lekin hozir sizga uy vazifasini beraman. Mana shu gaplarni eshitganingizdan keyin mana shu hayotda hammaga, insonlarga qanaqa foydam nimaligini yozish boshlang. Ichingizda qo'rquv bo'lsa, yo'q menda chiqmaydi, bo'lmaydi deb o'ylasangiz, men sizga aytaman, hech kimdan yaxshiroq emas. Odamlar faqat ikkita songa bo'lishadi. Bitta gruppa qiladi, ikkinchi gruppa qo'rquvda o'sha shayton energiyasi bilan qolib qilmaydi. Atak hamma bir xil. Siz qaysi gruppadasiz? Qo'rquvlaringiz ko'p bo'lsa, bizning gruppamizga qo'shiling va biz bilan bo'ling. Chunki biz mana shu O'zbekistonda qo'rquvlarni olib tashlab, birlashib, bir-birimizga yordam berib, gruppani qilamiz va bir-birimizni quvvatlab ko'taramiz. Sizga uy vazifasi, daftar olib yozishni boshlang. Meni hayotimda boshqa odamlarga qanaqa foydam bor, qanaqa foyda olib keltira olayman deb yozishni boshlang. O'shanda yozayotganingizda ham meni qo'lim emas, Allohning qo'li. Alloh menga hozir mana shu javoblarni yetkazgan. Nima qilishim kerak, mana shu nima uchun meni bu hayotga olib keltirding deb yozishni boshlang va hamma javoblarni nima kelayotgan bo'lsa ham yozishni boshlang. Shunaqasiga Xudo siz bilan gaplashishni boshlaydi va hamma javoblarni siz topasiz.